Jahon tarixi 7-sinf 35-mavzu Usmonli turklar davlati. Usmonlilar davlatining tashkil topishi. Usmon beyligi Kichik Osiyoning shimoliy-g'arbiy hududida tashkil topgan edi. Uning keyingi taraqqiyotiga Vizantiya bilan qo'shni bo'lgani qo'l keladi. Tobora zaiflashib borayotgan imperiyaga qarshi harbiy harakatlar beylik yerlarining kengayib borishini ta'minlaydi. Keng istilolar Usmonlilar qo'shiniga boshqa qabilalardan ham jangchilarning kelib qo'shilishini ta'minlaydi. Sulola asoschisi Usmon davrida 1299-1326-yillarda qator yurishlar uyushtirilib, Bursa shahri va uning atroflari bosib olinadi. Uning o'g'li Urxon Vizantiya shaharlari Nikeya va Nikomediyalarni olib, Qora dengiz sohiliga chiqadi. Dastlab beylikning boshqaruv tizimi juda sodda bo'lgan. Xususan, bey unvoni Usmon va Urxonga qabila boshliqlari yig'inida berilgan. Beylarning asosiy vazifasi esa turkiy qabilalar harbiy kuchlarining qo'shni hududlarni istilo qilishni ta'minlash bo'lgan. Beylikning kuchayib borishi uning boshqaruviga ham o'zgarishlar olib keladi. Natijada Urxonning boshqaruvi paytida ilk bor vazir lavozimi ta'sis etiladi. Tanga pul zarb qilinib, davlat yerlari ma'muriy birliklarga bo'linadi. Urxon harbiy islohot o'tkazadi va qo'shinni piyoda va otliq qism musallamlarga bo'lib harbiy birliklarga aylantiradi. Usmonlilar davlati Kichik Osiyo, Sharqiy Yevropa, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika, qisman Kavkaz va Qrimda Usmonlilar sulolasi boshqargan davlat. 1299-1922. Asoschisi Usmon I. Bolqon yarimorolidagi istilolar. Usmonlilar istilosiga qadar Bolqon yarimorolida Vizantiya, Serbiya, Bolgariya, Bosniya kabi yirik davlatlar mavjud edi. Ammo siyosiy tarqoqlik va ichki ziddiyatlar bu davlatlarni turklar istilosiga qarshi birlashuvga imkon bermadi. Bolqondagi dastlabki bosqinlar 14-asr o'rtalarida bo'lgan. Turklar uning asosiy qismini keyingi 30 yil davomida egallaydilar. Turk sultoni Boyazid 1389-1402 bu janglarda o'zining tezkor g'alabalari bilan shuhrat qozonib, Yildirim, yashinday tez, shiddatli nomini oladi. Sultonning Konstantinopolni qamal qilishi Yevropani sarosimaga solib qo'yadi. Ayni paytda Amir Temurning Boyazidga qarshi Kichik Osiyo yurishi boshlanadi. 1402-yilning yozida Anqara yaqinidagi jangda Sohibqiron qo'shinlari Boyazid lashkarini yengadi. Bu voqea turklar tomonidan Konstantinopolning olinishiga yo'l qo'ymay, Vizantiyaning yana 50 yil yashashiga imkon yaratadi. Konstantinopolning qulashi. Usmonlilar sultoni Mehmet II 100 minglik qo'shin bilan Konstantinopolni qamal qiladi. 1453-yilning mayida Konstantinopol turklar tomonidan olinadi. Vizantiyaning so'nggi imperatori jangda halok bo'ladi. Usmonlilar shaharni Istanbul deb nomlab, unga o'z poytaxtlarini ko'chiradi. Yevropa va Osiyoni bog'lab turgan savdo yo'llari ustidan nazorat Vizantiya poytaxti olinishi bilan turklar qo'liga o'tadi. Keng istilochilik yurishlari Usmonlilar imperiyasining tashkil topishi bilan yakunlanadi. Usmonli turklar g'alabalarining omillari. Usmonli turklar qudrati yaxshi tashkil etilgan, otliq va piyoda qo'shin lashkarboshilik xususiyatlariga ega sultonlar, hukmdorga sadoqatli yanicharlar, piyoda qo'shinining mavjudligi edi. Usmonlilar otliq qo'shinni kuchaytirishga alohida e'tibor qaratganlar. Qo'shinning har bir suvoriysiga yetarlicha daromad keltiradigan yer-mulk tumori berilgan.
Bu yerlar faqat turklarga va harbiylarga xizmatda bo'lgan paytida taqdim etilgan. Natijada otliq qo'shin soni 150 ming suvariygacha yetgan. Sulton Yevropadagi eng yaxshi piyoda qo'shinga ham ega edi. 14-asrning o'rtalarida asirga olingan sog'lom va baquvvat xristian bolalaridan sultonning shaxsiy gvardiyasi jangchilari tashkil etilgan. Yillar o'tib bolalar o'z tilini va dinini unutib, sultonning sodiq yanicharlariga aylangan. Usmonli turklar sultoni jangga hamisha o'zining sodiq yanicharlari bilan kirgan. Oilasi, boyligi, mol-mulki bo'lmagan yanicharlar sulton uchun jonini ham ayamagan. Ular janglardagi g'alabalarga katta hissa qo'shganlar. Turk qo'shiniga shuhrat keltirgan lashkarboshi va jangchilarning ko'pchiligi yanicharlar orasidan chiqqan. Demak, Usmonli turklar davlatiga oid mavzu shulardan iborat ekan. Sizlarga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting, like bosib, obuna bo'lishni unutmang.